Qirg'iziston, Rossiya juda ham ko'p davlatlarga konkurslarga borib keldik shu 2 yil mobaynida. Bu biz uchun berilgan shu rektorimiz hamda konservatoriya rahbariyatining juda ham katta imkoniyati. Undan tashqari qo'shma hamkorliklar, viloyatlararo yoki o'sha respublika yoki o'sha chet ellar bilan hamkorliklar, juda ham ko'p talaba yoshlarimiz dunyo miqyosidagi konservatoriyalarda, musiqa oliygohlarida malaka oshirib, o'z bilimlarini kuchaytirib kelishmoqda. Kelajakda xuddi ustozimizga o'xshagan xalq artisti, professor bo'lib, ustozimizni yo'llarini davom ettirish. Nimaga konservatoriya ham o'sha oddiy ta'lim dargohi emas, bu bizni sahna madaniyatini o'rgatadigan, san'atga fidoyilikni o'rgatadigan va shu tomoshabinlarni ko'nglidan qanaqa joy olishni o'rgatadigan bir dargoh desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu yerda yuzlab san'atkorlar, kompozitorlar, dirijorlar yetishib chiqdi. Ularning ijodi bugun ham sahnalarda jaranglamoqda. Har qanday dargohning yuragi bu unda faoliyat yuritayotgan ustozlar, professor, o'qituvchilardir. Konservatoriya ustozlari esa nafaqat bilim beruvchi, balki san'at maktabining davomchilari. Ustoz shogird an'anasi bu yerda o'zgacha qadriyat sifatida saqlanib kelmoqda. Konservatoriya bu faqat dars emas, bu ijodiy hayot demakdir. Bu yerda har bir nota mehnat, har bir chiqish sinovdir.